Assalomu alaykum aka. Ha, yo'l bo'lsin. Jig'amni oldiga borib kelay. Piyoda borib kelasanmi? Hada. Endi akangni davrida piyoda yurmaysan, akajon. Voy, mashinada borib kelamanmi? Voy aka! Rahmat. Men ketdim. Ey, ehtiyot bo'lib hayda, tushundingmi? Baxtu davlat boshimdagi toj. Ginamdan ergilar. Ha, farishtam, nima qilyaptilar? Ergilar bo'laginam. Tog'ajonasi ayron olib keldi. Bo'laginam ey. Yana bozorlik qilib keldingmi? Axir muzlatgich to'la narsa bo'lsa bo'laginam. Onajon, toki men tirik ekanman, bu xonadonda yeb ichishdan muammo bo'lmaydi. Aylana. To'ylaringdan o'rgilay. Ilohi omin. Oltin boshing omon bo'lsin. Topganingga Alloh baraka bersin ilohi. Bilaman muddati kelgan. Iltimos, bir hafta 10 kun muhlat beringlar to'layman. Shu oy menga shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Voy, nimaga tushunmaysizlar? Opajon, qancha qolgan? 20 million ukajon. Kredit hisob raqamingizni tashlang. Xo'p. To'landi. Voy. Hammasi-ya? Aka, nimaga kayfiyatingiz yo'q? Bizneslar o'xshayaptimi? Bankrot. Qancha kerak? 10 ming. Allo, Baxtiyor. Kelayotganingdan mashinani bardachogida bir pachka pul turibdi. Ha, dollar. O'shani olib kel. Mujik. Mana ko'rdingmi? Qarzlarni oladigan bo'ldi, bola. Topganingga Alloh baraka bersin. Hamisha Allohning panohida bo'lgin.